Assalomu alaykum. Nihoyat mana yig'i bo'ldi. Doktor haydagan mashina bo'ldi endi. Tak, hamma yog'i kraskalandi. Короче, ancha-muncha kraska joy. Uni ham bir amallab ketkizdim. Iloji bo'lsa narsa yopishtirmaylik bu yoqqa, ketmaydi uncha-munchaga. Bu qirib olib tashlab boshqa talab kraskalandi. Super kley yopishib qolgan ekan. Sideniyalar qo'ldan kelgancha tozalandi. Sideniyada bunisiga ham unisiga ham nimadir seriozniy narsa to'kilgan ekan. Plysos kuchi ham yetmadi uncha-muncha. Bundoq qaralsa, mana shu yerda dog'i bor. Orqasida ham shunaqa. Apshipkalar kraskalandi. Linoleum mana musorda yotibdi. Gilam yuvildi, pol yuvib chiqarildi. O'ziga ham yetishdi fermer mashinasi. Hamma yog'i turpo bo'lib ketgan edi. Charchamanglar, xizmatlar bo'lsa bemalol aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha idealniy qilib chiqarildi. Ham difuzorigacha yechildi lekin. Mana krishkasi 4 ta krishkasi yechildi. U naryoqda rebrasigacha yechganlar. Ichiga ham qum turpolar kirib ketgan ekan. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Всем удачи.